Bu muloqot harom. Vallohi bu muloqot harom. Universitetdagi kursdoshim, Facebookdagi tanishim, TikTokdagi do'stim, bularning barchasi harom. Bularning bari iblisning tuzog'i, shaytonning nayranglari va uning izlaridandir. Avvaliga shunchaki do'st, keyin mahbub, so'ng oshiq, oxirida esa halokat, razillik va zinoga qulaysan. Bir ayol shunday deydi: men 4 farzandning onasiman. Erimni yaxshi ko'raman, u ham meni sevadi. Bir kun universitetdagi sobiq kursdoshim menga Facebook orqali yozdi. Avvaliga oddiy so'zlar: qalaysan? Hozir qayerdasan? Turmushga chiqqanmisan? Nechta farzanding bor? Oddiy kursdosh sifatida suhbat edi xolos. Keyin bu suhbat gulga, keyin yurakchaga, keyin esa o'pishga, so'ngra suratga, oxir oqibat ochiq-sochiq rasmga aylandi. Shundan so'ng u menga tahdid qila boshladi. Yo sharmandalik, yo zino. Yo sharmandalik, yoki zino. Va men sharmandalikdan qo'rqib, erimni obro'sini va farzandlarimni o'ylab rozi bo'ldim. Ko'ryapsizmi, shaytonning qanday yo'llari bor, qanday bosqichma-bosqich insonni halokatga olib boradi.